Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Bu videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Bu videomiz sizlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Ko'rib turgan katta gektar bog'larin o'zimiz yaratib bergan bog', bitta gilos, bitta shoftoli ekib berganmiz. Sizlarga hozir shoftolining holatlarini ko'rsatib beramiz. Kamerani yaqinroq olib kelib bitta ko'rsatib qo'ying. Mana bu shoftolimizning navi Krasniy Moskva bo'ladi. Mana sizlarga hozir bir donasini uzib, mana birgalikda sizlar bilan mana baho beramiz. Danagidan ajraydi, mana ko'rib turibsizlar, ichlari qizil bo'ladi. Dunyo bozorlariga ega bo'lgan bu Krasniy Moskva shoftoli har yili chet davlatlarga ham eksport bo'ladi. U suyib yeydigan shoftoli. Mana bir donani hozir birgalikda yeymiz. Bismillah. Ichi ham qizil. Bitta shoftoli, bitta gilos ekkanmiz. Mana qo'yganlarni ham bir qator ko'rsatib qo'ying. Mana shoftolining holati. Mana bardoviy qizil bo'lgan. Mana to'liq 2 yoshda bo'ldi bu shoftolimiz. Zeloniy obereskalar qilingan, vaqtida dorilangan, suvlari, taylaridan o'g'itlarda vaqtida berilgan. Mana bu gilosni ham ko'rsatib qo'ying. Bu gilosimiz mana shponka gilos. Mana buni chaynatuvchi maqsadda har xil qilib ekkanmiz. Mana qo'ygan shoftolini ham yana ko'rsatib berdik. Mana ko'pchilikda bir daraxt ko'rsatadi. Mana bizda hamma shoftollarimiz mana shu holatda. Mana bizda kalibr o'lchaydigan yo'q. Bemalol 100 kalibrdan oshiq bo'ladi bu shoftoli. Mana videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, bizga obuna bo'lib ketishni unutmanglar. Kim shunaqa katta gektarlarga bog' qurmoqchi bo'lsa, nomerlarimizni hozir qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shartnoma asosida ko'chatlarni sertifikati bilan sizlarga ko'chatlarni ekib berish xizmati ham bor, agronom maslahatlari ham bor.